Assalamu alaykum, hürmetlik, aziz tomoshabin do'stlar, aziz xalqim. Bugungi yuz berayotgan ahvol hammamizga yaxshi ma'lum. Uni hammamiz yaxshi, durust tushunyapmiz. Shuning uchun Qudus Xo'jamyorov nomidagi Respublikalik davlat akademiyalik Uyg'ur muzikalik komediya teatrining san'atkorlarimi, artistlarimi uyda o'tirib öz ishini bizning badiiy rahbarimizning tashabbusi bilan har qaysimiz mayli rejissyor bo'lsin, mayli aktyor bo'lsin, naqshchilar, sozandilar, usulchilar hammasi o'zlariga belgilangan ishni uyda o'tirib atqirib. Shuning uchun hurmatlik aziz xalqim, agar bo'lsak birga biz bu viruslarni cho'qim biz yengimiz. Hazır sizlarning diqqatingizga o'zimning ijodiyatimdan Abdumajid Dulatovning she'ri yozilgan "Seni desam" degan naqshini o'rlab berishni o'rinliq ko'rdim. Marhamat, qabul qilinglar. Seni desem coşkulaydı bulaklar, öşmez bulup yanar arzu çıraklar, öşmez bulup yanar arzu çıraklar. Çırak bulsun bizden gamle pırağlar, dılda yansın çıraylı gül bustan. Çırak bulsun bizden gamle pırağlar, dılda yansın çıraylı gül bustan. Yağmurgaydı bağlarım, mengü bile okusun işq dastanı. Çok nakşimiz yağmurgaydı bağlarım, mengü bile okusun işq dastanı.
Dılda yansın Düşmez süygü Gülhanım